Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, akalar, parranda ishqibozlari. Tuzuymizlar. Mana shu tovuqlarimiz. Bir kun bitta akamiz bir oycha avval keldida tuxum so'rab keldi. Qora tovuqlaringiz bor ekan dedi. Tuxumingizdan bering dedi-da. Keyin ko'rdida xo'rozingiz bitta ekan. 18 ta makiyanga bitta xo'roz ekan. Bu yetkiz olmaydi deb olmasdan ketdi. Mayli aka dedim, lekin menda dedim rezultat yaxshi bo'lyapti. Ochaveradi menda xo'roz yaxshi desam, ishongingiz kelmadi akalar. Hozir mana shuni masalan hozir 18 ta makiyon bo'lsa, hozir sizlarga yanaqasini ko'rsataman bollarini. Mana bu bitta uya, bu ikkinchi uya. Mana birinchi uyadan akalar mana. Bu qoralari polni o'zini bolasi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta. 9 ta tuxum bostirdim, 7 ta ochibdi. Bunga manalar inkubatordan olganman boshladi. 2 ta ochmabdi, 2 tani palaxta qilib qo'yibdi. Mana ikkinchisi bo'lsa, ikkinchisi nechta ochibdi bu? Qani buyoqqa. Mana 1, 2, 3 ta, 4, 5, 6, 7, 8 ta ochibdi akalar. Bunga ham 9 ta tuxum bostirganman. Ikkalosiga ham 9 tadan tuxum bostirganman. Bittasi 8 ta, bittasi 7 ta ochibdi. Umuman 3 ta tuxum palada qilibdi-da. Lekin 18 ta makiyanga bitta xo'roz qo'shilgan. Lekin xo'roz ham yaxshi, o'ta sho'x xo'roz qo'shilgan. Zo'r rezultat berdi-yu. Lekin xo'rozga ham bog'liq. Mana inkubatorlari o'zim olib kelib qo'shib qo'yganman. Bularni ham endi hozir katta qilib yuritdi.